Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiya oluvchilarga 1 mil 5 million so'm pul berilishi haqida gaplar tarqaldi. Ko'pchilik bu pul har bir pensionerga beriladimi? Qayerga borish kerak? Arza yozish kerakmi? Hujjat topshirish shartmi deb xavotirda. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli, chunki deyarli har bir xonadonda ota-ona, bobo-buvi yoki nafaqadagi yaqin inson bor. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirroq kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men sizga oddiy tilda chalkash joylarini ochib, nimalarga aldanmaslik kerakligini ham tushuntiraman. Avvalo, eng muhim savolga javob beraman. Odamlar orasida har bir pensionerga 1.500 ming so'm berilar ekandan gap tarqalganda, ko'pchilik buni avtomatik tarzda pensiyaga qo'shimcha pul tushadi deb tushunadi. Lekin amalda bunday to'lovlarning turi har xil bo'lishi mumkin. Ba'zan bu bir martalik moddiy yordam bo'ladi. Ba'zan kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj nogironligi bor. Yolg'iz yashaydigan yoki alohida ro'yxatga kiritilgan pensionerlarga beriladigan yordam bo'ladi. Ba'zan esa mahalla orqali aniqlanadigan ehtiyojmand oilalarga ajratiladigan mablag' bo'ladi. Oldin qanday edi? Oldin pensionerlar odatda har oy pensiyasini belgilangan tartibda olardi. Pensiya miqdori ish staji, ish haqi tayinlangan toifa, indeksatsiya va qonunchilikdagi o'zgarishlarga qarab o'sib borardi. Qo'shimcha yordamlar esa alohida qarorlar, bayram oldi yordamlar, temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari yoki mahalla tomonidan shakllantirilgan ro'yxatlar asosida berilishi mumkin edi. Ya'ni har bir pensioner bir xil miqdorda bir xil kunda qo'shimcha pul oladi degan qoida do'yman bo'lmagan. Hozir nima o'zgardi? O'zgarish shundaki, ayrim hududlarda yoki ayrim toifadagi pensionerlar bo'yicha qo'shimcha moddiy yordam, kompensatsiya, bir martalik to'lov yoki ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari haqida ma'lumotlar ko'paydi. Shu sababli odamlar orasida 1.500 ming so'm hamma berilar ekan degan umumiy xulosa paydo bo'lmoqda. Men ekspert sifatida shuni alohida aytaman. Har qanday pul to'lovi bo'yicha eng birinchi qadam rasmiy manbani tekshirishdir. Pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya milliy agentligi, mahalla, tuman hokimligi yoki bank xabari rasmiy bo'lmasa, shoshilib hujjat topshirish, karta raqamini begonalarga aytish yoki SMS kodini berish mutlaqo mumkin emas. Endi 1.500 ming so'm masalasini oddiy hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling. Toshkent viloyatida yashovchi 38 yoshli O'ktam ota har oy 1.2 ming so'm pensiya oladi. U yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda, kommunal to'lovlari, dori-darmon xarajatlari bor. Agar mahalla ijtimoiy holatini o'rganib, uni yordamga muhtoj deb topsa, unga bir martalik moddiy yordam ajratilishi mumkin. Bu yordam 5 ming so'm bo'lishi ham mumkin. 1000 ming so'm bo'lishi ham mumkin. Ayrim dasturlarda 5 ming so'mgacha bo'lishi ham mumkin. Lekin bu O'ktam otaga berilgani qo'shni uyda yashaydigan, yaxshi ta'minlangan, farzandlari bilan birga yashaydigan boshqa pensionerga ham avtomatik beriladi degani emas. Yana bir misol. Gulbahor aya 64 yoshda, pensiyasi 1800 ming so'm, lekin u nogironligi bo'lgan farzandiga qaraydi. Uyda doimiy dori xarajati bor. Mahalla faollari, ijtimoiy xodim yoki tegishli idora uning holatini o'rgansa, u oddiy pensioner sifatida emas, balki alohida ijtimoiy e'tiborda ko'rib chiqilishi mumkin. Mana shu yerda 1.500 ming so'mlik yordam haqida gap bo'lsa, u pensiya oshgani uchun emas, aynan oilaviy sharoit og'ir bo'lgani uchun berilishi mumkin. Uchinchi misolni olaylik. Samarqandda yashovchi Rahim aka 2 yoshda. Lekin u oila a'zolari bilan birga yashaydi. Uyida 2 nafar ishlaydigan farzandi bor. Doimiy daromad manbalari mavjud. U ham pensioner, albatta, lekin ehtiyojmandlik mezonlari bo'yicha birinchi navbatga tushmasligi mumkin. Shunday vaziyatda Rahim aka men ham pensionerman, nega menga berilmadi deb o'ylashi tabiiy. Lekin ijtimoiy yordam tizimida ko'pincha asosiy mezon faqat yosh yoki pensiya olishi emas, balki real ehtiyoj, daromad. Oila tarkibi, sog'liq holati, yolg'iz yashashi, nogironlik, parvarishga muhtojlik kabi omillar bo'ladi. 4-misol. Bir ayol menga shunday savol bilan murojaat qilgan, onam pensiya oladi. Lekin bank kartasiga 1.5 ming so'm tushmadi. Mahallaga borsak, ro'yxatda yo'q deyishdi. Nima qilamiz? Bunday holatda men birinchi navbatda his tuyg'u bilan emas, hujjat bilan ishlashni maslahat beraman.
Onaning pasporti yoki ID kartasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot, yashash manzili, oiladagi daromad holati, kasallik bo'lsa tibbiy hujjatlar. Nogironlik bo'lsa tegishli ma'lumotnoma tayyorlanadi. Keyin mahallaga yoki ijtimoiy himoya bo'limiga yozma tarzda murojaat qilinadi. Og'zaki menga ham berilsin deyishdan ko'ra yozma ariza natija beradi. Chunki yozma murojaat ro'yxatga olinadi va unga javob berilishi kerak. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Chunki ularda kundalik hayot xarajatlari, dori-darmon, oziq-ovqat, issiqlik, elektr, gaz, suv to'lovlari o'z zimmasida bo'ladi. Ikkinchi navbatda pensiyasi juda kam bo'lganlar. Masalan, pensiya miqdori minimal ehtiyojlarni qoplashga yetmayotgan bo'lsa, albatta mahalla orqali o'z holatini bildirish kerak. Uchinchi navbatda og'ir kasalligi bor, jarrohlik amaliyoti, doimiy dori yoki parvarish talab qiladigan pensionerlar. To'rtinchi navbatda nogironligi bor pensionerlar yoki nogiron farzandiga qarayotgan pensionerlar. Beshinchi navbatda boquvchisini yo'qotgan, ijara uyda yashaydigan yoki tabiiy ofat, yong'in, og'ir moddiy zarar ko'rgan oilalar. Kim ortiqcha xavotir olmasligi kerak. Agar sizning pensiyangiz odatdagidek bank kartangizga tushayotgan bo'lsa, qarzingiz, blokirovkangiz, hujjat muammongiz bo'lmasa, rasmiy idoradan sizga alohida xabar kelmagan bo'lsa, darhol vahima qilish shart emas. Shuningdek, telefon orqali sizga 1.500 ming so'm ajratildi. Kartangiz raqamini, amal qilish muddatini, SMS kodini ayting desa, bunga ishonmang. Davlat idoralari yoki bank xodimlari hech qachon sizdan SMS kod so'ramaydi. SMS kodni aytgan zahotingiz kartangizdagi pul ketishi mumkin. Bu juda muhim. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga to'xtalaman. Birinchi nozik jihat, pul har bir pensionerga degan ibora xalq orasida ko'p ishlatiladi, lekin hujjatlarda odatda aniq toifa yoziladi. Masalan, ijtimoiy himoyaga muhtoj pensionerlar, yolg'iz keksalar, kam ta'minlangan oilalardagi pensiya yoshidagi shaxslar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, daftarlar ro'yxatidagi oilalar kabi. Shuning uchun kimdir videoda yoki ijtimoiy tarmoqda sarlavhani baland qo'ygan bo'lsa ham, siz to'liq mazmunni tekshirishingiz kerak. Ikkinchi nozik jihat, pul bir martalik bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha 1.500 ming so'm berilar ekan desa, har oy beriladi deb o'ylab qoladi. Aslida bu bir marta muayyan davrda, muayyan sabab bilan ajratiladigan yordam bo'lishi ehtimoli katta. Masalan, bayram oldi, qish mavsumi oldidan dori-darmon uchun oziq-ovqat yordami sifatida yoki mahalla jamg'armasi hisobidan berilishi mumkin. Bu pensiyaning doimiy o'sishi degani emas. Uchinchi nozik jihat, yordam pul ko'rinishida emas, boshqa shaklda ham bo'lishi mumkin. Ba'zi hududlarda pensionerga naqd pul yoki bank kartasiga o'tkazma beriladi. Boshqa joyda esa oziq-ovqat mahsuloti, dori xarajatini qoplash, kommunal to'lovga yordam, sanatoriy yo'llanmasi, protez ortopediya vositasi yoki boshqa xizmat ko'rinishida yordam berilishi mumkin. Odam esa menga 1.500 ming so'm naqd berilishi kerak deb tushunadi. Mana shu noto'g'ri tushuncha keyinchalik norozilik keltirib chiqaradi. To'rtinchi nozik jihat, ro'yxat masalasi. Agar yordam ro'yxat asosida berilsa, ro'yxatni kim tuzadi? Qanday nizom bilan tuzadi? Qachon yangilanadi? Kim tasdiqlaydi degan savollar muhim. Sizning holatingiz haqiqatan ham og'ir bo'lsa-yu, lekin mahallada bu haqda ma'lumot bo'lmasa, siz ro'yxatga kirmasligingiz mumkin. Shuning uchun men uyda o'tiraman, ular o'zlari bilishi kerak degan yondashuv har doim ham to'g'ri emas. Albatta, tizim fuqaroni o'zi izlab topishi kerak. Lekin amaliy hayotda siz ham o'z muammongizni rasmiy tartibda bildirsangiz, ish tezlashadi. 5-nozik jihat, bank kartasi va qarzdorlik. Ba'zi pensionerlarning kartasida ijro hujjati bo'yicha ushlab qolish, kredit qarzi, aliment yoki boshqa majburiy to'lovlar bo'lishi mumkin. Agar qo'shimcha yordam kartaga tushsa, ayrim holatlarda bank yoki ijro tizimi bilan bog'liq savollar tug'ilishi mumkin. Bunday vaziyatda men darhol bankka va ijro organiga aniqlik kiritishni maslahat beraman. Ijtimoiy yordamlarning ayrim turlari ushlab qolinmasligi kerak bo'lgan toifaga kirishi mumkin. Lekin buni og'zaki taxmin bilan emas. Hujjat va bank ma'lumoti bilan tekshirish kerak. 6-nozik jihat, yashash joyi bo'yicha ro'yxat. Masalan, pensioner aslida Farg'onada ro'yxatda, lekin qizining uyida Toshkentda yashaydi. Mahalla yordamni yashash joyi bo'yicha beradimi yoki doimiy ro'yxat bo'yicha beradimi? Bu ham muhim. Ba'zan fuqaro bir joyda yashaydi,
hujjati boshqa joyda, pensiyasi 3-manzilga bog'langan bo'ladi. Natijada idoralar bizning ro'yxatda yo'q deydi. Shuning uchun manzil ma'lumotlarini tartibga keltirish, vaqtincha yashash manzilini tasdiqlash, mahallaga real yashash holatini bildirish muhim. 7-nozik jihat. Firibgarlar. Hozir aynan shunday mavzular tarqalganda firibgarlar faollashadi. Ular telefon qiladi, Telegram orqali yozadi. Sizga 1.500.000 so'm chiqdi. Havolaga kiring, kartangizni ulang, SMS kodni kiriting deydi. Men sizdan iltimos qilaman. Hech qachon begona havolaga kirmang. Karta raqami yetarli bo'lsa ham, karta muddati va CVV kodni aytmang. SMS kodni mutlaqo bermang. Agar kimdir o'zini bank, mahalla, pensiya jamg'armasi xodimi deb tanishtirsa, telefonni qo'yib, rasmiy raqamga o'zingiz qayta qo'ng'iroq qiling. Haqiqiy xodim sizni shoshiltirmaydi, qo'rqitmaydi, kod so'ramaydi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam vaziyatni aniqlang. Siz yoki yaqin pensioneringiz qaysi toifaga kiradi? Oddiy pensiya oluvchimi, yolg'iz yashaydimi, kam ta'minlanganmi, nogironligi bormi, og'ir kasalligi bormi? Daftar ro'yxatlaridan biridami? Mahallada ehtiyojmand sifatida qayd etilganmi? Bu savollarga javob topmasdan turib, menga berilishi kerak edi deyish qiyin. Ikkinchi qadam, rasmiy manbalarni tekshiring. Tuman pensiya jamg'armasi bo'limi, mahalla fuqarolar yig'ini, ijtimoiy himoya milliy agentligining hududiy bo'limi, hokimlik axborot xizmati yoki bankdagi rasmiy ma'lumotni so'rang. Telefon orqali eshitgan mish-mish, Telegramdagi noma'lum kanal yoki qo'shnining gapi yetarli asos emas. Agar qaror bo'lsa, unda kimlarga, qachon, qancha, qanday tartibda berilishi yoziladi. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: ID karta yoki pasport, pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, oiladagi daromad holati, kasallik bo'lsa tibbiy ma'lumotnoma, nogironlik bo'lsa nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, yolg'iz yashash holatini tasdiqlovchi ma'lumot, kommunal qarz yoki dori xarajatlari bo'yicha kvitansiyalar. Hamma hujjat ham har doim talab qilinmaydi. Lekin ular tayyor bo'lsa, murojaatingiz aniqroq ko'rib chiqiladi. 4-qadam, mahallaga boring va og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi yoki ijtimoiy xodimga vaziyatni tushuntiring. Agar yordam kerak bo'lsa, yozma ariza qoldiring. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin: men falonchi falon manzilda yashayman. Pensiya olaman. Hozirgi moddiy holatim og'ir. Dori-darmon va kundalik xarajatlarimni qoplashda qiynalmoqdaman. Ijtimoiy yordam ajratish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Ariza oxirida sana. Telefon raqami va imzo bo'lishi kerak. 5-qadam, arizangiz ro'yxatga olinganini tekshiring. Ko'pchilik ariza yozadi, lekin ro'yxat raqamini olmaydi. Keyin javob bo'lmadi deb yuradi. Siz arizani topshirganingizda qabul qilingan sanani, kirim raqamini yoki hech bo'lmasa mas'ul xodimning ism familiyasini yozib oling. Agar arizangiz elektron tarzda yuborilsa, tasdiqlovchi xabarni saqlab qo'ying. Bu keyinchalik murojaatni kuzatish uchun kerak. 6-qadam, bank kartangizni tekshiring. Pensiya tushadigan karta fohimi, muddati o'tmaganmi, bloklanmaganmi, ism familiya to'g'rimi, bank ilovasida xatolik yo'qmi? Ba'zida pul ajratilgan bo'lsa ham karta muammosi sabab tushmay qolishi yoki qaytishi mumkin. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, bankka borib yangilang. Agar telefon raqamingiz kartaga ulanmagan bo'lsa, SMS xabarnomani sozlang. Lekin yana takrorlayman. Bularni faqat bankning rasmiy bo'limida yoki rasmiy ilovasida qiling. 7-qadam, rad javobi bo'lsa, sababini so'rang. Sizga berilmaydi degan gap yetarli emas. Nega berilmaydi? Qaysi mezonga mos kelmadingiz? Ro'yxat yopilganmi? Hujjat yetishmayaptimi? Daromad yuqori deb topildimi? Manzil mos kelmadimi? Agar sabab aniq bo'lsa, uni tuzatish mumkin. Masalan, hujjat yetishmasa, to'ldirasiz. Manzil muammosi bo'lsa, aniqlashtirasiz. Tibbiy hujjat kerak bo'lsa, poliklinikadan olasiz. Agar qaror bilan rozi bo'lmasangiz, yuqori tashkilotga yozma murojaat qilishingiz mumkin. 8-qadam, yaqinlaringizga tushuntiring. Ayniqsa yoshi katta ota-onalarimiz telefon firibgarlariga tez ishonib qolishi mumkin. Ularga ayting, sizga pul chiqdi deb qo'ng'iroq qilishsa, hech qanday kod aytmang, hech qanday havolaga kirmang. Avval farzandingizga yoki ishonchli odamga ayting. Bir oilada bitta odam ehtiyotkor bo'lsa, butun oila pulini saqlab qoladi. Yana bir muhim maslahat, agar pensionerning
holati haqiqatan ham og'ir bo'lsa, faqat bir yil 5 yili bir gün son masalasini kutib o'tirmang. İjtimoiy yordamning boshqa turlari ham bor. Kommunal to'lov bo'yicha yordam, dori-darmon uchun yordam, oziq-ovqat paketi, parvarish xizmati, nogironlik vositalari, sanatoriy yo'llanmasi, oy-joy sharoitini yaxshilashga doir mahalliy yordamlar bo'lishi mumkin. Har bir hududda imkoniyat turlicha, lekin so'ramagan odam ko'pincha bunday imkoniyatlardan bexabar qoladi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Bir pensioner yordamga haqli bo'lsa ham uyalaman, so'ramayman deydi. Azizlar, ijtimoiy yordam so'rash uyat emas. Bu davlat va jamiyat tomonidan ehtiyojmand fuqarolarni qo'llab-quvvatlash mexanizmi. Siz butun umr ishlagansiz, soliq to'lagansiz, farzand tarbiyalagansiz, jamiyatga hissa qo'shgansiz. Agar bugun qiyinchilik bo'lsa, qonuniy yordamni so'rashga haqqingiz bor. Demak, 1 milyon 5 ming so'm haqidagi xabarni eshitganingizda birinchi navbatda vahima qilmang va shoshilib begonalarga karta ma'lumotini bermang. Ikkinchidan, bu to'lov hamma pensionerlarga avtomatik beriladimi yoki faqat ma'lum toifalargami? Rasmiy manbadan aniqlang. Uchinchidan, agar siz yoki yaqin pensioneringiz ehtiyojmand bo'lsa, mahallaga yoki ijtimoiy himoya bo'limiga hujjatlar bilan yozma murojaat qiling. To'rtinchidan, arizangiz qabul qilinganini nazorat qiling va javob sababini so'rang. Men bu videoda sizga masalaning eng muhim tomonlarini oddiy tilda tushuntirdim. Kimlar e'tiborli bo'lishi kerak, kimlar ortiqcha xavotir qilmasligi kerak, qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Firibgarlardan qanday saqlanish kerak. Agar sizning hududingizda bu 1 million 500 million so'm bo'yicha aniq holat bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi viloyat, qaysi tuman, kimlarga berilyapti, qanday hujjat so'ralyapti. Bu boshqa yurtdoshlarimizga ham katta yordam bo'ladi. Videoni foydali deb bilsangiz, hoziroq like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa pensioner ota-onasi bor oilalarga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot kimningdir pulini, vaqtini va asabini asrab qolishi mumkin. Izohlarda fikringizni kutaman, sizningcha. Bunday yordamlar barcha pensionerlarga berilishi kerakmi yoki faqat ehtiyojmandlarga ajratilgan, to'g'rimi?